Tasavvur qiling, siz butun umr Niderlandiyada yashagansiz. Shu yerda tug'ilgansiz va to'satdan qaysidir kuni ertalab uyg'onib, o'z vataningizda noqonuniy migrantga aylanib qolganingizni bilasiz. Eng qizig'i, siz Erediviziyada o'ynaydigan professional futbolchisiz. Niderlandiya futboli ayni damda shunday dahshatli xavf yoqasida turibdi. Erediviziyaning butun bir mavsumi bekor qilinishi, yuzlab o'yinlar natijalari o'zgarib ketishi mumkin. Hammasiga bitta oddiy qoida: futbolchilarning qaysi terma jamoani tanlashi va fuqarolik qonuni sabab bo'lmoqda. Bugun biz Gollandiya futbolini ustun qilishi mumkin bo'lgan pasport mojarosi va uning ortidagi aql bovar qilmas sud ishi haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Hammasi 15-mart kuni Go Ahead Eagles va NAC Breda jamoalari o'rtasidagi o'yindan boshlandi. Bu o'yinda Go Ahead 6-0 hisobida g'alaba qozondi, ammo NAC Breda bu hisobni tan olishdan bosh tortdi va sudga murojaat qildi. Nega deysizmi? Gap Go Ahead himoyachisi 26 yoshli Dean Jamesda. NAC Breda jamoasi Jamesni bu o'yinda ishtirok etishga haqqi yo'q edi deb hisoblamoqda, chunki Dean James 2025-yilning mart oyida Indoneziya terma jamoasida o'ynashga rozi bo'lib, ushbu davlat fuqaroligini qabul qilgan edi. O'z-o'zidan savol tug'iladi: xo'sh, nima bo'libdi? Hozir butun dunyoda ikkita pasport bilan o'ynash odatiy hol-ku, ammo Niderlandiyada qonunlar boshqacha ishlaydi. Niderlandiya Yevropa ittifoqidagi o'ziga xos qattiqqo'l davlat. Ularning fuqarolik to'g'risidagi qonunning 15-moddasiga ko'ra, agar Niderlandiya fuqarosi o'z xohishi bilan Yevropa ittifoqiga kirmaydigan boshqa davlat fuqaroligini olsa, uning Gollandiya pasporti avtomatik tarzda bekor qilinadi. Ya'ni Dean James Indoneziya pasportini olgan zahoti u Niderlandiya fuqaroligini yo'qotgan. Fuqaro emasmi? Demak, unga endi Gollandiyada ishlab topish uchun maxsus ish ruxsatnomasi, ya'ni work permit kerak. Ruxsatnomasiz maydonga tushgani uchun esa u noqonuniy o'yinchi hisoblanadi. Bu nafaqat Indoneziyaga, balki Surinam terma jamoasini tanlagan futbolchilarga ham taalluqli. Masalan, Surinam uchun o'ynaydigan Tyrone Sherry yoki Luciano Slagberg kabi futbolchilar ham kutilmaganda pasportidan ayrilib qolgan. Futbolchilarning o'zlari ham bu qonundan bexabar edilar. Dean James bu haqda shunday deydi: direktor meni sport zalidan chaqirib oldi va NAC sudga berganini aytdi. Men nima bo'layotganini tushunmadim va meni o'yindan chetlatishdi. Xuddi koronavirus davridagidek yana yolg'iz mashg'ulot o'tkazishimga to'g'ri keldi. Indoneziya fuqaroligini olgan yana bir futbolchi, MN a'zosi Tim Gapens esa vaziyatni yanada og'riqli tasvirladi. Men bu yerda 20 yil yashadim va to'satdan Niderlandiyada noqonuniy migrantga aylanib qoldim. Futbolchilar qaysi davlat fuqarosi ekanligini o'zlari ham bilmay, klub bazalariga kiritilmay, uylarda qamalib qolishgan. Endi eng asosiy xavfga o'tamiz. Nega Niderlandiya futbol assotsiatsiyasi bu sud ishidan vahimaga tushmoqda? Agar sud NAC Breda foydasiga qaror chiqarsa va 6-0 hisobidagi o'yinni bekor qilsa, haqiqiy apokalipsis boshlanadi. Assotsiatsiya ma'lumotlariga ko'ra, Erediviziyada aynan shunday muammosi bor. Kamida 11 nafar futbolchi bor va ular bu mavsumda 133 ta o'yinda maydonga tushgan. Tasavvur qilyapsizmi? Bitta sud qarori bilan mavsumdagi 133 ta o'yin natijasi shubha ostida qolishi va qayta o'ynalishi kerak degan qoida yaratilishi mumkin. Utrecht sudining dushanba kungi qarori butun Erediviziya taqdirini hal qiladi. NAC Breda hozir 17-o'rinda. Ular Erediviziyada jon saqlab qolish uchun bu ishni oxirigacha olib borishadi. Assotsiatsiya esa mavsumni umuman yakunlab bo'lmay qolishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Ko'rib turganingizdek, futbol faqatgina yashil maydondagi 90 daqiqa emas. Bitta qog'oz, bitta huquqiy xato butun boshli ligani falaj qilib qo'yishi mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Ayb qoidalarni bilmagan futbolchilardami? Qattiqqo'l Niderlandiya qonunlaridami yoki vaziyatdan foydalanib qolmoqchi bo'lgan NAC Breda jamoasidami? Izohlarda o'z fikringizni yozing. Agar Niderlandiya futbolidagi bu kutilmagan inqiroz haqidagi videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Tez orada ushbu sud ishining natijalari bilan ham bo'lishamiz. Futbol bilan yashang. Xayr.